Salom barchalarga do'stlar, sizlar bilan Kama Minecraft. Bugungi videoda biza oddiy mirda survival qilmaymiz. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, yonim o'ralib turibdi. Nimaga? Chunki biza hozir bu modga nima desa bo'ladi? Randomli narsalar qo'shganman. Randomli narsalar, masalan, tsunami bo'ladi, har xil o'lmaslik kerakda. Bugungi o'sha challenge-da men hozir videoni boshlagunimcha bolalar like, podpiskani ayamaymiz. Video yoqib qo'ysa like bosamiz. Minecraftga qiziqadigan do'stlarimiz bo'lsa obunani bosib qo'yamiz. Men videoni boshladim bo'lmasa. Mana boshladik biz videoni. Hozir qanaqadir rasmlar. Mana nima debdi? Don't die debdi bolalar. Don't die degani bu o'lish mumkin emas degani. Mana o'lish mumkin emas debdi. Hozir mana knopkani menimcha bossak kerak-ku. Mana 2 1 boshladik. Qanaqadir qanaqadir qishloqdan paydo bo'ldik. Mayli, birinchi o'rinda hozir sandiq topishimiz kerak. Sandiqdan o'zimizga yaxshiroq narsalar. Birinchi uydan sandiq. Mana ketmon bor ekan, bu yerda yana manaqa o'simlik bor ekan va tayoq. Va anaqa non yasaydigan picham bor ekan bolalar. Nima bu bolalar? Nima bu? Yo bolalar, nima bu? Nima bo'lyapti bu? Qanaqa bu? Mana buni qaranglar. Tushunmayapman, tortlar paydo bo'lib ketishini. Yo bolalar, qotib qoldi. Qotib qoldi bolalar. Yana nimadir paydo bo'lyapti. Bu tugaydimi yo'qmi bolalar? Mana bu tiqilib qoldim. Bu tugaydimi? Yo bolalar, nima bu? Mana buni qaranglar, mana. Bu qanday? Ana qilamiz unda. Tugadi yo menimcha. Bolalar tugadi. Nima bu? Mana bu yoqdagi daraxt qaranglar. Yo bolalar. Mayli, davay davom etamiz yana. Hozircha uylarda ichini qidirib ko'raylik, chiqani nimalar chiqar ekan. Ko'ramiz. Bu yerda yana tort. Bu yerda sandiq bormi? Sandiq. Yaxshi ishton bor ekan va yana picham bor ekan va yana mana o'simlik. Yana nimadir boshlamoqchi bolalar. Qo'rqib ketyapman. Nima bu? Hozircha hech narsa yo'q. Bu yerdan bitta yotoq olamiz o'zimizga. Ketdik, davom etamiz. Nima bu? Qayerdan paydo bo'lyapti bular? Tepadan tushyapti bolalar, tepadan. Yo. Mana buni qani, 8 oyoqlar tepadan tushyapti bolalar. Yana nimadir bo'ldi. Bal. Bolalar, bu yerda qanday qochamiz bulardan? Mayda hasharotchalar paydo bo'lib qoldi. Bolalar, qanday qochamiz ulardan? Uyga yashmoq kerak. Qayerdir uyga yashmoq kerak. Bo'ldi. Bu yoqqa kirmasa bo'ldi yoki qatdandir paydo bo'lib qolmasa bo'ldi bolalar. Yana qanaqadir nimadir paydo bo'lmoqchi. 4 3 2 1. Qayerdan paydo bo'ldi? Qayerdamiz biz? Yo. Bolalar, biz bitta joyda turibmizmi? Yoki biz zombilarni kelmasidamizmi bolalar? Qo'rqib ketyapman. Temir bor ekan bu yerda. Nima bu bolalar, nima bu? G'ozmi, o'rdak? Ana zombi. Kivoga narsasini qaranglar. Yo. Bolalar, o'lib qoldik biz. Nima bo'ldi? Tushunmadim hozir. O'rdak o'ldirib qo'ydimi bizni?
Voy! O'lmash kerak degan. Mayli, yana o'yinni boshqatdan boshlaymiz. Mana kirdik. Qiyin bolalar, rosa ham qiyin ekan. Unchalik qiynab o'ylamagandim lekin men bolalar. Mayli. Hozir biz uxlab olishimiz kerak, уже tun tushib qoldi. Uxlaymiz, yana tunda nimadirlar ro'y berib ketmasa bo'ldi. Nimadirlar ham paydo bo'lib ketyapti, tushunmayapman o'zim ham. Hada sandiq bor ekan, sandiqning ichida kirka. Yana nima paydo bo'lmoqchi endi? Qayerda paydo bo'ldik biz? O'zi bu mod kuchliligidan qo'tyapti bolalar telefon. Yo-mayo, qochini. Yo-mayo. Biz qayerda paydo bo'ldik, tushunmadim. Bu yoqda non bor ekan. Bitta pecheni bor ekan. Nima bolalar bu? Yo-mayo, bular rangi o'zgaradigan qo'ylar. Nima bola? Yo-mayo. Nechta bu? 4 ta qo'y chiqdi mana shunaqa. Bolalar, bularning qanaqadir nomi bormi? Mana jep degan, jep. Yana nimadir paydo bo'lyapti. Oy! O'ynayapti. Cho'chqalar o'ynayapti bolalar, nima bu hazil? Qayerdaman men? Nima, mana o'ynashini qaranglar, mana o'ynashini. Qanday bu? Hozir meni o'ldirib tashlaydi deb o'ylagandim men bular. Tushunmadim, qanaqa bu? Qanaqa men, qanaqa respawn o'zi bolalar bular? Oy, yo-mayo. Creeper, rangli creeper qanaqadir. O'rdak. Yo-mayo, qanaqadir creeperlar paydo bo'lib qoldi bolalar. Biz bu yerdan qochamiz hozir. Menimcha har 30 soniyada paydo bo'lyapti bu narsalar, sezgan bo'lsanglar. Mana qurgan narsasini qaranglar. Bu nima bu? Level up. O yaxshi. Da, level ko'taradigan narsalar paydo bo'ldi. Bolalar bu yo-mayo, bu akulaning anosida yasalganmi? Tushunmadim. Tak fermaga qanaqadir anoga ham o'xshab ketyapti. Tak akulanda qalpoqmi? Qalpoqqa o'xshab ketyapti bolalar. Bir yana nima paydo bo'lyapti? Iltimos, yomon narsa paydo bo'lmasin. Oy, bu zombi qaydan paydo bo'lib qoldi? Ha, boyagi mana 8 oyoqlar. Qoch. Nima bu? Qanaqa bu menyu o'zi? Qanaqa mir bu bolalar? Ay, kichkina zombi orqamda yuguryapti. Nima bu? Kallamga kaska kiydirib qo'ydi kimdir. Qanaqadir oshqovoq kiydirib qo'ydim kallamga bolalar. O'z kiyilib qoldimi yo bu? Tushunmadim men. Qanaqa mir bu? Yo-mayo. Agar qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, bolalar like bosib qo'yasizlar. Orqamda hali ham ana zombi qo'lab kelyaptimi? Yo'q, yaxshi. Bolalar, mana uni hozir qanday yetsak bo'lar ekan hozir? Tak, mana bo'ldi. Hech bo'lmayapti. Bolalar, hech bo'lmayapti kaladaga. Oshqovoqda hech bo'lmayapti, yo-mayo. Nima bu? Kaladagi qo'qni hech bo'lmayapti. Nimalar paydo bo'ladi yana endi? Mana nima? Oy! Bolalar, vashi cho'chib ketdim o'zim ham.
Bolalar kavzul olmayapman. Hozir qayerga tushib qoldimmi? Tushunmadim. O'zim ham hayron bo'lib ketyapman. Ay, o'laman hozir. Okey, bo'ldi. Qochmasam nimadir paydo bo'ladi. Oy, yo'may, qora odamlar bolalar. Qora odam. Qor bolalar, yo'may-yo. Qoch. Qora otayotganda hozirgina menga. Mana ulardan bittasiga tushib ketmasam bo'ldi endi men. Yaxshi tushib ketmadik. Mana ketish kerak tez-tez. Ketish kerak bo'lar, yo'q-mayo. Yana nimadirlar paydo bo'ladi. Qamalib qoldik biz. Nimagadir ochilmayapti. Yo'q-mayo, mana kalladay kaskani yechish kerak, bo'lar. Kalladay kaskani yechish kerak. Kalladay kaska yechilmayapti. Ko'rgan bo'lsa mana qaranglar, mana bosdim, mana yechilmayapti. Va busa bo'lar ekan, bo'lar mana uni. Mana bu yaxshi. Yana nima paydo bo'lar ekan? Oy! Yo'q-moy, mana boyaga o'simliklar paydo bo'lib qoldi. Qanaqadir. Bolalar ketdik bu yerdan. Har 30 sekundda paydo bo'lyapti narsalar. Nimadirlar paydo bo'lib ketyapti bolalar. O'zim hayron qolib ketyapman. Yana nimadir paydo bo'ldi. Iltimos. Zaharli suv. Mana buni qaranglar, hozir oldiga borsam mana buni. Ko'ryapsizlarmi? Qadr g'alati suv bolalar. Borsam o'lyapman. Bu yog'i o'sha cho'l. Basharam mash qoplab qo'ygan yomon bo'ldi-da. Basharam mash yomon narsa qoplab qo'ygan yomon bo'ldi-da bolalar. Nima bular? Ayiqlar, yo'q-mayo, panda ayiq. Qoch. Bolalar qochamiz. Bolalar bu ayiqlardan qochmasa bo'lmaydi. Yo'q-mayo. Orqamdan kelyaptim hali. Qadr tushib ketdim. O'ldik bolalar, o'ldik. Mayli bolalar. Mana kalamdan kaskani yechsa bo'larmikan bu yoqda? Yechib bo'lmayapti bolalar, yechib bo'lmayapti. Nimaga? Mana buni qarang. Yo'q-mayo, bo'pti. Bolalar, men shu joyda videoni tugatishim kerak bo'lib qoldi. Bu video qiziq bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Bolalar, aniq bilaman, qiziq bo'lgan sizlarga. Bolalar, like, podpiskani bosib qo'yinglar. Ikkinchi qismini ham olaman bu videoni. Ikkinchi qismi chiqishi uchun ko'proq like kelish kerak bolalar. Masalan, qancha deylik? 1 mingta like yig'ib beringlar mana shu videoga. Mayli, 1 mingta ko'p bo'lib ketadi-da, 1 mingta ko'p. 500 ta like-dan keyin ikkinchi qism bolalar, ikkinchi qism chiqadi, mana shu ikkinchi qismini olamiz bolalar. Sizlar bilan Kama Minecraft bo'ldi. Hammanglarga xayr bolalar.